Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun falsafa fanining asosiy maqsadi va bo'lg'usi pedagoglarda o'qitilishining nazariy, amaliy ahamiyati mavzusini ko'rib chiqamiz. Bu mavzuning 4 ta reja asosida tuzilgan. Birinchi reja dunyoqarash tushunchasi, uning mohiyati va mazmuni. Ikkinchi reja dunyoqarashning tarixiy shakllari. Uchinchi reja falsafaning jamiyat hayotidagi funksiyalari. Falsafa fan taraqqiyotining asosiy bosqichlari. 4-reja bo'lg'usi pedagog va tarbiyachilar uchun nazariy amaliy ahamiyati. Falsafa so'zi filosofiya so'zi bilan sinonim hisoblanadi va falsafa ilk bor qadimgi Yunon mutafakkiri Pifagor tomonidan miloddan 6-asrda fanga kiritildi. U afsonalar, rivoyatlar, an'analar orqali avloddan avlodga o'tuvchi bilim va inson o'z aqliga tayanib mushohada yuritish va borliqni tanqidiy tushunish yo'li bilan olishi mumkin bo'lgan bilimni farqlash maqsadida ishlatgan. Falsafa so'zi aslida insonda bilishga qiziqish uyg'otadigan mifologik din yoki fan javoblarida qoniqmagan, insonning o'ziga ma'lum bilimlari, tajribaga muayyan e'tiqod, ishonch va intuitsiyaga tayangan holda oqilona asoslangan javoblar berishga harakat qiladigan, savollar tug'diradigan har qanday obyektiv va subyektiv borliq falsafaning predmeti hisoblanadi. Bundan tashqari falsafaning predmeti o'sha paytda miloddan 6-asrda Pifagorga savol berishadi va bu falsafa fani asosan nimani o'rganadi yoki qanday yangiliklar qiladi. Falsafa fani Pifagor javobiga qaraganda falsafa fani haqiqatni o'rganadigan ta'limot hisoblanadi va uning asosiy predmeti haqiqat desak ham bo'ladi. O'zi falsafa so'zi yunoncha so'zidan olingan bo'lib, donolikka muhabbat degan ma'nosini anglatadi. Xo'p, falsafa butun olam, borliq, ya'ni tabiat, jamiyat, inson va inson tafakkurining mohiyati haqidagi eng umumiy bilimlarni o'zida ifodalab, insonning borliqqa bo'lgan munosabatining metodologik asoslarini belgilab beradi. Olam va rivojlanishining eng umumiy qonunlari, muammolarini o'rganadi hamda falsafiy dunyoqarashni shakllantiradi. Falsafaning paydo bo'lishi va rivojlanishi haqida gapirishdan oldin inson dunyoqarashi haqida bilishimiz lozim. Chunki falsafa ham inson dunyoqarashining bitta tarixiy shakli hisoblanadi. Dunyoqarash insonning o'zini qurshagan borliqqa va o'z-o'ziga bo'lgan munosabatga nisbatan yondashuvlar tizimi, shuningdek odamlarning mazkur yondashuvlar bilan belgilangan hayotiy ideallari, e'tiqodlari, bilish va faoliyat tamoyillari, qadriyat va mo'ljallaridir. Dunyoqarash bu avvalo inson o'zligini va dunyoni zaruriy ravishda anglashi, tushunishi, bilishi, baholashi natijasida yuzaga kelgan xulosalari, bilimlari asosida shakllangan tasavvur va qarashlar, nazariy xulosa va umumlashmalar tizimidir. Dunyoqarash tarkibi borliqning oddiy hissiy va aqliy inikosi sifatida hosil bo'lgan sezgi, idrok va tasavvurlardan tortib, nazariy tafakkurda mantiqiy jihatdan qayta ishlanib, hosil bo'lgan mifologik, diniy, falsafiy, siyosiy, huquqiy, axloqiy, estetik, badiiy va ilmiy bilimlar, qarashlar, ishonch va e'tiqodlarning barchasi, xullas amaliy va ilmiy bilim va qarashlarning jami kiradi. Dunyoqarashning o'ziga xosligi va betakrorligi shundaki, u intellektual asos bilan bir qatorda emotsional asos, ruhiy asoslarning uzviy bog'liqligi va ularning jamul-jam holda har bir inson uchun mutlaqo muayyan, individual xususiyatlar sifatida amal qilishidir. Dunyoqarash tuzilishining eng muhim elementlari shundan iboratki, birinchisi dunyoni sezish, ikkinchisi dunyoni idrok etish, uchinchisi dunyoni tushunish. Dunyoni sezish bu o'zini qurshagan dunyoni sezgilar yordamida hissiy idrok etishdir. Bunda tuyg'ular, kayfiyat dunyoni go'yoki ranglarga bo'yaydi. Uning obrazini subyektiv, sof individual sezgilar orqali aks ettiradi. Dunyoni idrok etish bu atrof borliqni ideal obrazlarda tasavvur qilishdir. Dunyoni idrok etish to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishi, ya'ni borliqqa mos kelmasligi mumkin. Bu holda borliq noto'g'ri tasavvur qilinadi yoki illyuziyalar, suv parilari, avastalar, kentavrlar haqidagi tasavvurlarga o'xshash fantaziyalar paydo bo'ladi. Dunyoni tushunish insonning va uni qurshagan
dunyoning mohiyatini aniqlash, shuningdek tabiatda yuz beradigan voqealar, jarayonlarning o'zaro aloqalarini tushunishga qaratilgan aqliy bilish oilasidir. Dunyoqarashning tarixiy shakllar. Dunyoqarashning tarixiy shakllari bular mifologik dunyoqarash, diniy dunyoqarash va falsafiy dunyoqarash. Ba'zi olimlar esa ilmiy dunyoqarashni ham aynan dunyoqarashning tarixiy shakllariga qo'shadilar. Xo'p, shulardan birinchisi mifologik dunyoqarash. Mifologik dunyoqarash, ya'ni bu afsonaviy dunyoqarash hisoblanadi. Kishilik jamiyati taraqqiyotining ilk bosqichida paydo bo'lgan bo'lib, u tabiat kuchlari, hodisalarni hissiy qiyofalar va alohida vujudlar shaklida jonlantirib turuvchi, tasvirlovchi, kishilarning hayolotiga asoslanuvchi qarashlar va tasavvurlardir. Mifologiya so'ziga agar asosiga e'tibor beradigan bo'lsangiz, mif, ya'ni yonchadan tarjima qilinganda afsona, rivoyat degan ma'noni anglatadi. Ikkinchi dunyoqarashimiz bu diniy dunyoqarash hisoblanadi. Diniy dunyoqarash bu kishilarning tabiat va ijtimoiy hodisalarni ilohiy kuchlar asosida aks ettiruvchi qarash va tasavvurlari hamda ana shu ilohiy kuchlarga bo'lgan e'tiqodi hisoblanadi. Dinning asosiy funksiyalari. Dinning asosiy funksiyalari bular: dunyoqarashni shakllantiruvchi funksiyasi, kommunikativlik funksiyasi, tartibga solish funksiyasi va kompensatorlik funksiyasi. Dinning asosiy ildizlari. Dinning asosiy ildizlari bular psixologik ildiz, gnosiologik ildiz va siyosiy ildizlardan iborat. Xo'p, dinning shakllari: urug' qabila dinlari, milliy dinlar va jahon dinlari. Falsafiy dunyoqarash. Bu falsafiy dunyoqarash mantiqiy tahlil, umumlashtirishlar va mantiqiy muhokama, xulosalar chiqarishlar, mantiqiy isbot va raddiyalar asosida nazariy fikr yuritishlari orqali dunyoni, butun borliqni tushunish va tushuntirish, izlash va baholash tufayli hosil bo'lgan bilim va qarashlardir. Keyingisi ilmiy dunyoqarashni agar oladigan bo'lsangiz, bu ilmiy dunyoqarash bu asosan insonlarning tajriba sinov orqali orttirilgan bilimlarida namoyon bo'ladi. Endi falsafa nafaqat fan, balki ijtimoiy hayotning boshqa sohalarida ham, iqtisod, siyosat, ijtimoiy hayot, huquq va boshqa shu kabilar bilan bevosita bog'liq hisoblanadi. Fanning mohiyatini tushunishga nisbatan ikki asosiy yondashuv, ya'ni keng va tor talqinlar shakllangan. Keng, yig'ma ma'nodagi fan. Bu butun inson faoliyati sohasi bo'lib, uning vazifasi borliq haqidagi obyektiv bilimlarni o'rganish va ilmiy nazariy tizimga solishdan iboratdir. Bu yerda fan olim tushunchalar muayyanlashtirilmaydi va umumiy yig'ma tushunchalar sifatida talqin qilinadi. Fan tushunchasi falsafaga tatbiqan ko'pincha ayni shu kontekstda qo'llaniladi. Faylasuflar esa olimlar deb ataladiki, bu qisman o'rinlidir. Muayyan ilmiy fanlar, falsafa asosan fizika, kimyo, biologiya, tarix, matematikani ifodalash uchun fan tushunchasi torroq, izchilroq ma'noga yuklanadi. Falsafa fanining rivojlanish bosqichlari bu miloddan avval 1-mingyillikdan to 12-asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. Bunda asosan avloddan avlodga o'tib kelgan hayot tajribalari va mehnat faoliyati jarayonida olingan amaliy bilimlar bilan bir qatorda umumiy va mavhum mushohadalarga asoslangan nazariy xususiyatlarga ega bo'lgan tabiat haqidagi dastlabki falsafiy tasavvurlar vujudga kela boshlagan. Ilmiy bilim kurtaklari naturfalsafa qoidasida uning elementlari sifatida shakllangan. Matematika, astronomiya, tibbiyot va boshqa masalalarni yechishda foydalanilgan ma'lumotlar, usullar, metodlar jamlanishi bilan falsafa tegishli bo'lgan bo'limlar vujudga kelgan. Va asta-sekinlik bilan bu shakllanib, matematika, falsafa, astronomiya fanlarini shakllantirgan. Ikkinchi bosqichi bu 17-18-asrlarni o'z ichiga oladi va bu birinchi ilmiy inqilob davri bo'lgan. U klassik fan davri ham deb ataladi. Va to 19-asrgacha bo'lgan davrni o'z ichiga oladi. U Nikolay Kopernik, Galileo tadqiqotlaridan boshlab Newton va Leibnizning fizika va matematika sohasidagi fundamental asarlari bilan o'z cho'qqiga ko'tarilgan. Xo'p, bu davrdan so'ng 19-asrning oxiri va 20-asrning 70-yillarida falsafa fanida klassik fan davri deb ataladi. Bunda ko'plab ilmiy fanlar vujudga keladi va ulkan faktik material to'planadi va tizimga solinadi. Matematika, fizika, kimyo, geologiya, biologiya, psixologiya va boshqa fanlar fundamental nazariyalar asosida yaratiladi.
Undan tashqari texnika fanlari ham vujudga keladi va moddiy ishlab chiqarishda sezilarliroq rol o'ynay boshlaydi. 20-asrning 70-yillaridan boshlangan yangi bosqich boshlanadi. Bu davr fani postnoklassik davr deb ataladi. Postnoklassik davr bunda bu ilmda inqilob yuz beradi va inqilob turli kashfiyotlarda o'z ko'rinishida amalga oshiriladi. Falsafa fanining quyidagi bo'limlari, strukturalari yoki tarkibiy qismlari mavjud. Bular ontologiya, mavjudlik, borliq haqidagi bilim. Gnosiologiya, boshqa terminologiyada ko'ra epistemologiya, bilish nazariyasi. Ijtimoiy falsafa, jamiyat haqidagi ta'limot. Aksiologiya, qadriyat haqidagi ta'limot. Falsafiy antropologiya esa inson haqidagi ta'limot. Undan tashqari bu falsafa fanining strukturalari yoki bo'limlariga kiradigan mantiq, ya'ni logika, aql, fikr, so'z degan ma'nolarni anglatadi. Bu o'zgacha fikrlash degani. Etika, axloq shunoslik va estetika, ya'ni nafosat va go'zallik haqidagi bilimlar hisoblanadi. Falsafa fanining asosiy funksiyalari bu dunyoqarashlik shakllantirish funksiyasi, falsafaning gnosiologik funksiyasi, metodologik funksiyasi, falsafaning integrativ funksiyasi, falsafaning madaniy funksiyasi, falsafaning aksiologik funksiyasi, falsafaning axloqiy funksiyasi, falsafaning tarbiyaviy funksiyasi. Albatta, falsafa doim kundalik hayotda ma'lum darajada uzoq bo'lgan va shunday bo'lib qolmoqda. Uning o'ziga xos xususiyati betakrorligi ayni shu omilda namoyon bo'ladi. Biroq boshqa tomondan falsafa oddiy ijtimoiy borliq, kundalik, ijtimoiy, siyosiy yoki iqtisodiy hayot amaliyoti deb nomlash mumkin bo'lgan narsalardan ham o'zini olib qochmaydi. Faylosuflar jamiyatdagi ma'naviy axloqning holati uchun ham sezilarli darajada javobgardirlar. Ular nafaqat ijtimoiy me'yorlar, balki tamoyillarni rivojlantiradilar. Ulardan dars beradilar yoki kitoblar, maqolalar orqali ijtimoiy ongni ular bilan oshno etadilar. Balki aksariyat hollarda keng jamoatchilik fikrini uyg'otadigan, ijtimoiy ahamiyatga molik bo'lgan, ijtimoiy siyosiy muammolar va madaniy ma'naviy masalalarga doir muhokama va munozaralar tashkil etadilar. Falsafa real hayot bilan uzviy bog'liq. U doim inson borlig'ining eng muhim muammolarini anglab yetishga qarab mo'ljallanadi. Ayni shu sababli hozirgi davrning muhim muammosi bu globallashuv va uni falsafadagi butunlay yangi mavzu sifatida falsafiy anglab yetish muhim ahamiyatga ega. Falsafa predmeti va muammolarni muhokama qilishda alohida diqqatga loyiq bo'lgan boshqa bir mavzu insonni shaxs sifatida tarbiyalash va kamol toptirishda falsafaning roli va ahamiyatlidir. Falsafa fakt jihatdan falsafa faktlarni eslab qolishni o'rgatmasligi, balki mulohaza yuritish va savollarga javob berish qobiliyatini rivojlantirishi lozim. Falsafada saboqlari insonda har bir masala yuzasidan mutafakkirlar fikriga murojaat etmasdan o'zi mustaqil o'ylashni va o'z aqliga quloq solishni o'rganishini nazarda tutmog'i darkor. Ayni shu sababli falsafaning nazariy insonga vazifasi insonga muloqot qilishni o'rgatish. U o'z shaxsiyatining ahamiyatini ko'rsatishga emas, balki haqiqatning tagiga yetishga harakat qilishga erishishdan iboratdir. Bu o'z navbatida barcha odamlar o'ziga atrofdagilar quloq solishiga loyiq ekanligini nazarda tutadi. Falsafa nazar asoslangan dunyoqarash, umumiy kategoriyalar va insonning olamga, fanning tabiat va jamiyat haqidagi yutuqlariga tayanilgan nazariy munosabatdir. Falsafaning ahamiyati uning insonni, o'zini, olamni anglashga ijodiy barkamollikka yo'naltiradi olishidadir hisoblanadi. Xo'p, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi mavzularda biz falsafaning juda chuqur o'rganamiz va falsafaning bo'limlarini alohida mavzu sifatida, unda jamiyatdagi tutgan o'rni yoki biz barcha odamlarga keltiradigan foydasi to'g'risida keyingi mavzularda o'rganamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.